Hurmatli Azizbek Ikromov, siz Farg'ona viloyatiga yaxshi rahbar bo'la olmayapsizmi? Nega sizni rahbarlik paytingizda xodimlaringiz quyushqondan chiqib ketyapti? Vallomat, senga kim imkon yaratib beryaptiki meni nomimdan ish olib borishga? Sen kimsan o'zi? Sen vatanimni formasini kiyib olib o'zingdan kimni yasab olding? Albatta qonun oldida javob berasan. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Ushbu murojaatimga bee'tibor qolmaysizlar degan umiddaman. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan albatta ushbu video rolik uchun javob kutib qolaman. Qolaversa, Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatidan ham kutib qolaman. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Hurmatli obunachilar, ushbu video rolikka bee'tibor bo'lmaysizlar degan umiddaman. Sababi bunaqangi mavzudan tashqari rolik chiqaraman deb o'ylamagandim. Chunki meni soham haydovchilik, men yo'llarda olib chiqaman, yo'ldagi vaziyatlarda olib chiqaman. Lekin menga nisbatan bir nohaqliklar bo'lyapti. Men faqat kerakli joyini qo'yaman. Agar boshdan oxirigacha qo'yadigan bo'lsam, bu kino bo'lib ketadi. Albatta ushbu murojaatimga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmatidan, qolaversa Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatidan javob kutib qolaman. Ushbu videoga bee'tibor bo'lmaysizlar degan umiddaman. Bo'lib o'tgan holatda qisqagina va lo'nda qilib aytib o'taman. 26.06.2025 yil sanasida men O'zbekiston Respublikasida bo'lmaganman. Ekranga qo'yib o'taman pasportimni. Menimcha 20-chисло sanasida men Qozog'istondan Rossiyaga ketyapti turgan bo'lganman. 26.06.2025 yil sanasida menga nisbatan Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Ichki ishlar bo'limi xodimi, ya'ni profilaktik inspektori leytenant Sidiqov Abrorjon Usmonali o'g'li menga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma rasmiylashtiryapti. Ya'ni men O'zbekiston hududida emasman. Qolaversa, meni nomimdan imzo chekyapti. Elektron tarzda imzolanyapti. Men roziman deyapti. SMS tarzda kelishiga ham roziman deyapti. Qolaversa, ish joyim umuman noto'g'ri ko'rsatilyapti. Chop etilgan sana 04.08.2025 21:39 da chiqarilyapti. Mana qo'limda barcha pechatlar turibdi, mana topdim buni. 20.06 men chiqib ketyapman O'zbekiston hududidan, Guliston, ya'ni Sirdaryodan chiqib ketyapman. Qozog'istonga o'tyapman. O'sha 20.06.25 da. Men O'zbekiston hududida bo'lmayapman. Qolaversa, ushbu ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomani Abrorjon Sidiqov mana rasmini qo'yib o'taman. Ushbu vallomat o'zidan kimni yasab olgan bilmayman. Ushbu ichki ishlar organ xodimi o'z mansabini suiiste'mol qilib, qolaversa mansabidan foydalanib, boshqa bir fuqaroning nomiga ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtiryapti. Ya'ni men yo'qman, O'zbekiston hududida emasman. Qolaversa hujjatlarni soxtalashtiryapti. Bunga ko'z yumib kelyapti turgan inspektorlarning o'sha boshlig'i bor. Saidakbar Iqboljon. Albatta bu rahbarlarni topshirig'isiz, rahbarlarni buyrug'isiz bu Abrorjon Sidiqov ushbu ishni qilmaydi. Bu harakatni boshida Iqboljon turibdi. Saidakbar Iqboljon. Albatta ushbu ikkala xodimga nisbatan qonun doirasida jazo chora olishini talab qilib qolaman. Hozirgacha so'rab kelyapman, lekin qog'ozdagi narsalar mana qo'yib o'taman ekranga. Ushbu xatti-harakatlarda ichki ishlar organ xodimini, ya'ni Abrorjon Sidiqovni hech qanaqangi aybi yo'q ekan. Ushbu javob xatiga e'tibor beringlar. Xizmat tekshiruvini ham Saidakbar Iqboljon o'tkazyapti. Kaneshna bu xodimiga nisbatan, vallomatga nisbatan chora ko'rmaydi, albatta. Qolaversa ushbu ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish hujjatini albatta rahbarlariga ko'rsatadi. Bu yerda aytayapman-ku, Saidakbar Iqboljonni 100% qo'li bor. Rahbariga ko'rsatgandan so'ng
0708 ya'ni avgust oyida 0708-25 da sudga taqdim etishyapti. Bunda ham men O'zbekiston Respublikasida bo'lmaganman. Men ekranga mana qo'yib o'taman, mana barcha pasport pechatlarim. Fuqaro yo'q. Unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti. Fuqaroga nisbatan ish hujjat tayyorlanyapti. Fuqaroga nisbatan sud hukm chiqaryapti. O'zbekiston Respublikasi bo'lmagan shaxs, ya'ni men, vaholanki shu kungacha 11:02 Ichki ishlar vazirligi ishonch telefon raqami, qolaversa muhtaram prezidentimizda portaliga yozma ravishda, qolaversa Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Farg'ona viloyati prokuraturasi, Oltiariq tuman prokuraturasigacha hatto murojaatlarim 100 dan oshiq bor. Bu narsani onlayn men kuzatib boraman. Kim qanday javob xatlari beryapti? Yolg'ondan suhbat bayonnoma, yolg'ondan dalolatnomalar tuzilyapti. Hatto meni ism familiyam qo'yilyapti. Suhbat bayonnoma o'tkazildi deb. Bularga nisbatan albatta qonun doirasida jazo chorasi olmaguncha qo'ymayman. Sababi mana biz murojaat bilan yo'llayapmiz murojaatlarimizda, lekin javob xatlari umuman qoniqarli emas, chora ko'rilmayapti. 26.06.2025 bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kungacha, ya'ni noyabr oyida turibmiz hozir. Shu kungacha Abrorjon Sidiqov bu vallomatga nisbatan hech qanaqangi qonuniy jazo chorasi qo'llanilmayapti. Qolaversa, ushbu vallomat Abrorjon Sidiqov tomonidan menga nisbatan MJTKning 294-moddasi bu ham tushuntirilmayapti. Ya'ni haq, huquq va majburiyatlarim, burchlarim. Qolaversa, MJTKning 295-moddasi, ya'ni huquqlarimni paymol qilyapti bu. Ya'ni ish hujjati bilan tanishtirmayapti. O'zi ish hujjati tayyorlayapti, o'zi sudga taqdim etyapti. Qolaversa, hurmatli sudya janoblari aytmayaptiki, jinoiy ishlar bo'yicha Oltiariq tumanining ma'muriy sudlov hay'at raisi Ayibjonov aytmayaptiki, qani bu fuqaroing? Ya'ni huquqbuzar qani? Ish hujjatini shunday varaqlab ko'rmayaptiki, qani bu yerda fuqaroning imzosi? Qanday tushunish mumkin, hurmatli sudya janoblari? Albatta ushbu ishni men apellyatsiya muddati o'tib ketgandan so'ng bilyapman. Ya'ni 15 kun o'tib ketib bo'lgandan keyin men o'sha Rossiyada yuribman, uyga qaytyapman. Hatto suddan qarorning nusxasi ham jo'natilmagan uyga. Hatto uydagilar bilganda konvertda keladi, unda ochadi-da, menga jo'natadi. Apellyatsiya davomida misol uchun berilish mumkin muddat ichida. Lekin men kassatsiya sudlov hay'atiga murojaat qildim, Farg'ona viloyatiga. Albatta Farg'ona viloyatidagi hurmatli sudya ish hujjati bilan tanishib chiqdi. Vakolatli organ, ya'ni ichki ishlar organ xodimini qilgan xatti-harakatlarini ko'rdi. Murojaatimni ko'rdi, iltimosnomamni ko'rdi va iltimosnomamga qo'shib berilgan diskda taqdim etilgan asoslarni ko'rdi-da, Oltiariq tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudining ma'muriy sudlov hay'ati ko'rib chiqqan qarorni bekor qildi va hozirgi kunda men o'sha muddatdan oldin, ya'ni kassatsiya tartibida yozish paytida to'lagan jarimamni qaytarish to'g'risida Oltiariq tumani murojaat bilan chiqqan, o'zlarining o'sha yo'nalishi bo'yicha u jarima, to'langan jarima qaytadi. Bu yerda jarima uchun emas, bu yerda bo'layotib turgan nohaqliklar qachongacha davom etadi? Biz fuqarolar davlat organ xodimlariga ishonsak-ku, bular bizni ishonchimizni poymol qilsa, kimga ishonishimiz kerak biz? Ichki ishlar organ xodimlari shu ishni qilib tursa, prokuratura organ xodimlari shu kungacha yozgan murojaatlarimni qanday qilib bular asossiz berkitib kelyapti? Tushunmayman. Shu darajada vakolat berib yuborganmi bizni Ichki ishlar vazirligi, bosh prokuraturasi Farg'ona viloyatiga? Kim nazoratga oladi bularni? Hatto Abrorjon Sidiqov yolg'ondan meni xonadonimga suddan chaqiruv qog'ozlari jo'natgan. Barcha audio zapslar shu yerda bor, asoslar. Sudni kotibiga telefon qilganman, sud tomonidan qog'oz boryapti-da. Sud kotibi aytayapti, kompyuterda bazadan tekshiryapti. Bizda bunaqangi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish yo'q.
Akbarali Obozaliga nisbatan 2 marotaba yolg'ondan pochta orqali xabar jo'natgan mana shu vallomat Abrorjon Sidiqov, seni nima haqqing bor sudni nomidan pochtadan xat jo'natgan? Sen kimsan? Sudni kotibi bitta qog'ozni tan oldi. Uni ham o'zim yozib uchastko'yni qo'liga berganman deb aytdi. O'shanisini tan oldi. Qolgan jo'natilgan pochtadan xatlarni umuman tan olmadi. Shu darajada senga imkoniyatlarni berib yuboryapti turgan, vakolat berib yuboryapti turgan kim? Ilhomjon akami? Oltiariq tuman nachalnigi. Yoki Iqbol akami? Saidakbarov rahbaring. Albatta qonuniy jazongni olasan. Farg'ona viloyatida bunday harakatlar juda ko'p bo'lyapti. Azbi Ikromov, siz Farg'ona viloyatiga rahbar bo'lib kelganingizdan beri xodimlaringiz erkin shundaqangi harakatlar olib boryaptiki, siz qattiq qo'l rahbar bo'la olmayapsiz bizni viloyatga. Agar siz qattiq qo'l rahbar bo'lganingizda ushbu xodimlaringiz ayol kishini nimalar qilib tashadi? Bunaqangi holat bo'lmasdi. Yechintirib, videoga olib, bespredillarcha oshxonaga kirib olib, ovqatlanib pul bermaslik bizni viloyatda bo'lyaptimi? Demak, siz Farg'ona viloyatiga yaxshi rahbar bo'la olmayapsiz. Bu meni shaxsiy fikrim. Xulosa o'zingizdan. Albatta Farg'ona viloyati matbuot xizmatidan javob kutib qolaman. Ushbu yuqorida ko'rsatilgan ichki ishlar organ xodimlariga nisbatan qonun doirasida jazo chora olinganligini ma'lum qilishlarini so'rab qolaman.